Salam yurtdoshlar. Men bir saxta hajlar uchun yozilgan qo'shiqni o'qib berajekman. Xususan bu betorat, benamoz, harom qulu uchun va uni yuzida tanqan ko'tarib sipsakashchilik etib yurgan molla simoqlar uchun. Saxta hojilar. Hajga borib Makkaga, sig'inib haq yakkaga, yana o'xshab Hakkaga, harom yesa nima dey? Hech savobni bilmaydi, gunoh qilib tinmaydi, go'yo u hech o'lmaydi, kofir bo'lsa nima dey? Qo'lda bisyor davlati, ot burkitar savlati, toshar odam hayrati, yo'qda desa nima dey? Saxta hojilaring ko'nglimni g'ashlab, masjiddan chiqib g'iybatni boshlab, o'tgan har ayolga ko'z qirin tashlab, yana qo'shiq aytsam ko'rishar yomon, qaysi biring mo'minu, qaysi biring musulmon? Shaytondan darsni o'qib, fol ochib yolg'on to'qib, haloliga harom tiqib, shayton bo'lsa nima dey? O'zi Allohga banda, toqatni qilmas kamda, yana bo'lib sharmanda, ig'vo qilsa nima dey? Hajga borib Makkaga, sig'inib haq yakkaga, yana o'xshab Hakkaga, harom yesa nima dey? Ey dodey!